Shu Alloh taolo bir pokiza yo'l bersin yurtimizga. Yurtimizni boshlig'i Shavkat akani iloyim Alloh sog' salomat qilsin. Bu kishini maqtovini Xudo biladi. Sizlarga bir kishilarga uni zot agar maqtaydigan bo'lsang g'alati tuyuladi. Endi u kishi nima qilayotganini o'zinglar ko'rib turibsizlar, men gapirmayman. Bozorlarda, magazinlarga, doktorxonalarga borib, o'zlari kirib sekin men shu sizga keldim deb turib, xatolarni ko'rib chiqyaptilar. Yaxshi yomonni ko'rib olgan ekan. Iloyim mana boshlagan yo'li to'g'ri yo'l, iloyim Alloh adashtirmasin. Atrofidagi u kishi ishongan zot